Ayza Bahramovna, savolga kelib tushgan vitamin D ni qachon ichgan yaxshi? Vitamin D ertalab ovqatdan keyin ichgan yaxshi. Ozgina bo'lakcha sariyog' bilan ichsa, yana ham so'rilishi yaxshi bo'ladi. Yod preparatlarini qachon ichgan yaxshi? Yod preparatlari har doim ertalab ovqatdan keyin ichiladi va u yil davomida ichiladi. Vitamin C ni qachon ichgan va ma'qul? Vitamin C qondagi gemoglobinni ko'tarilishiga yordam beradi. Uni ham ertalab ovqatdan keyin ichgan foydaliroq bo'ladi. Magniy B6 kechqurun ichish kerak yoki ertalab ichish kerakmi? Magniy B6 kechqurun uyqudan oldin ichilsa, xotirjamlik berib, uyquni tinchlantiradi va ertangi kunga insonda xotirjamlik hissini uyg'otadi. Kalsiyni qachon ichgan ma'qul? Kalsiy preparatlari kechqurun ovqat kamroq yeyilganda uyqudan oldin ichgan yaxshiroq bo'ladi. Omega 3 ni qachon ichish kerak? Omega 3 ni ertalab ovqatdan keyin ichgan, uni so'rilishiga yaxshiroq foyda beradi. Temir moddasini-chi? Temir moddasini ertalab ovqatdan keyin ichish foydaliroq. Shunga o'xshagan ma'lumotlarni qayerdan olsak bo'ladi? Endokrinolog Aziza Bahramdan profillarda.